Putin Rossiya Ukraina chegarasi bo'ylab bufer xavfsizlik zonasini tashkil etish to'g'risida qaror qabul qilganini ma'lum qildi. Avval ham aytganimdek, chegaramiz bo'ylab bufer xavfsizlik zonasini yaratish bo'yicha qaror qabul qilingan. Qurolli kuchlarimiz hozir ushbu vazifani bajarmoqda. Dushmanning o't ochish nuqtalari faol tarzda bostirilmoqda. Tegishli harakatlar olib borilmoqda, dedi Rossiya prezidenti Vladimir Putin. Rossiya Ukrainaga mingga ming formulasi bo'yicha harbiy asirlar almashinuvi uchun ro'yxat taqdim etdi. Vladimir Zelenskiy Ukraina prezidenti bu haqida o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Ukraina navbatdagi muzokaralar haqida hali aniq kelishuvlar yo'q. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskovning so'zlariga ko'ra, Moskva Vatikan hududida uchrashuv o'tkazish bo'yicha hali kelishuvga erishmagan. Shuningdek, Peskov tomonlar harbiy asirlarni mingga ming formatda tezkor tarzda almashishga qiziqish bildirayotgani va buning uchun tegishli muhokamalar davom etayotganini qo'shimcha qildi.